Sizlarjonlar, menga hozir pochta keldi. Aytgandim sizlarga, biz shunaqa o'yin o'ynagandik. 5 tadan 2 ga 3 kishi. Ya'ni yutgan odam 10 ta ipli bo'ladi. O'shanda shunaqa marafon qilganmizda men g'olib bo'ldim va 2 kishi menga 5 tadan ip jo'natish kerak edi. Xurrunnisoni pochtasi yetib keldi. Hali Muslimaniki kelgani yo'q. Mana shunaqa pochta ust-postdan yetib keldi, lekin 5 ta ip bo'lishi kerak edi. Bu yerda og'ir, judayam. Hozir ochib sizlarga bir chekkadan obzor qilaman. Qizlar, shtativim tepada, bir qo'lda obzor qilaman. Tak, men ochib oldim. Hozir birinchi bu ko'zim mana bunaqa narsaga tushdi. Qaranglar, Xurrunniso menga qanaqa sovg'alar jo'natibdi bolalarimga, qizlarimga. Mana bunaqa rezinka, bu yog'ida zakolkachalari bor ekan. Voy, rahmat kattakon. Qizim ko'rsa xursand bo'ladi. Вообще anaqa sumkachasi ham bor ekan, mana bunaqa tashlovchasi. Qaranglar, bu menga lekin. Chunki men protsesslarimni yozganda men yaxshi ko'raman mana bunaqa narsalarni, ruchka jo'natishni. 4 xil ruchkalar, mana shunaqa. Mana shunaqa ruchkalar и bitta flomaster mana bunaqa. Keyin bitta daftar, bitta emas ekan qizlar, bitta. Mana 2 ta daftar. O'zi как раз Xurrunniso menga daftar kerak edi, ishoning. Ishoning, daftar kerak edi. PDF hozir to'g'yapman yozib olish uchun. Va bitta matematika, bitta yozuvlisi. Keyin mana bunaqa o'g'limga kiyimcha. Hozir ko'rsataman sizlarga. Tak, mana bunaqa yozga shortikcha, juda ham chiroyli ekan. O'g'ilcham bor, 1,5 yosh hozir. Mana bunaqa futbolkacha. Buram zo'r. Rahmat. Qaranglar, qizlarimga ham sovg'a bor. Kattamga ham, kichkinamga ham hammamizga yetarli sovg'a. Mana qaranglar. Zo'r, gap yo'q. Rahmat. Men o'ylamagandim bunaqa hammamizga oilaviy qilib jo'natishingizni. Tak, endi mana bunaqa salofanda og'ir, bilmayman bu nima u. Ochmadim, sizlarga oldin ko'rsatay dedim. Bu bilmayman, ochaylik, bilamiz. Jonlar, bilasizlarmi bu nima? Bu narsa bu unaqa nalочка, shunaqa yaxshi material ekan. Вообще gap yo'q. Shunaqa nalочка qora rangda mana buni divan ustiga solib qo'yadigan plastina. Rezinka chekkalarida rezinkalari bor ekan. Bemalol matrasni ichiga kirgizib solib qo'ysa bo'lar ekan. 2 kishilik o'sha anonlikka nima divanga bemalol solib qo'ysa bo'ladi. Rahmat kattakon, juda ham xursandman. To'g'risi men kutmagandim. Salofanda bu nima ekan og'ir desa, mana shunaqa как раз. Rahmat sizga, tashakkurlar. Bilasizlarmi, hali ham bor YouTube'da. Endi yurg'izyapman-ku, undan oldin Sauda to'pa, Sarvinoz, Muslima, Saboha to'pa hammalari menga sovg'a jo'natishgan. Afsuski, o'sha paytda YouTube'ga nima uchun YouTube'ga men yaxshi ko'raman olishni? Chunki bu videoda mana to'qigan ishlaringizni bironta sovg'a jo'natgan shu YouTube'da qoladi. Как esdalikka bo'lib qoladi. Telegramda esa tepada, Telegram ham yurg'izaman-ku, tepada qolib ketadi. Ya'ni kichkina dumaloq videochalar tepada qolib ketadi. Rahmat, buni albatta ishlataman va menga mana shunaqa iplar jo'natganlar. Hozir sizlarga aytaman. Tak, mana bunaqa qizlar, как раз-da mana shu ip. Shuni olmasam bo'lmaydi. Qo'limga ushlashim kerak. Hozir sizlarga sababini, menga как раз nima uchunligini aytaman. Tak, dugonalar. Mana shunaqa ip
kechaga yaqinda sizlarga videoyimda mana shunaqa menga qizil mana shunaqa rang kerak, kuklani sochiga dedim. Lekin bu mana shu rangdan. Mana ko'ryapsizlar-ku, bu aytdim videoda bu qattiqroq va dag'alroq dedim. Aksoft esa bilasizlar, yumshoq, unaqa qattiq bo'lmaydi. Yana shunaqa kukla to'qimoqchi bo'lsam bironta, albatta sochni shunaqa qilaman. Ko'ryapsizlar qanaqa chiroyli, yarki soch qop-qoradan ko'ra shunaqa yarki sariq sochlar qilgim kelyapti. Odam diqqatini ko'proq tortadi. Xullas, mana nomerini aytaman sizlarga. 114 o'zimga ham esimda qoladi. O'zimda anonim borki, nomerlab. Keyin mana bunaqa rangi 563 ekan. Keyingisi mana bunaqa rang menda yo'q, bu ham yo'q, hech qaysi bitta rangim уже yo'q. 699 och pushti. Mana bunaqa osmon rang 566 va 416 mana bunaqa to'q yashil. Ko'k deydimi, yashil. Mana shunaqa bu yutuqqa kelgan iplar bular. Bular esa sovg'alar. Kattakon rahmat. Xudo xohlasa, nasib qilsa ilohim sizga ham xursand qilib sovg'alar boradi. Kim menga sovg'a bergan bo'lsa, hech kim quruq qolib ketmaydi, chunki yaxshi ko'raman sovg'aga qaytarib sovg'a olishni ham yaxshi ko'raman, sovg'a berishni ham yaxshi ko'raman. Oxirgi payt sovg'a berganda juda ham yaxshi ko'rib qolganman sovg'a olishni. Aslida menga berish ham yoqardi. Hozir fon uchun hozir buni ham alohida video qilib YouTube'ga chiqaraman, chunki men protsessimga qo'shmayman. Sovg'alarni kim sovg'a jo'natsa, bundan buyog'i qaranglar sovg'a jo'natsa. Endi bu mabodo deyapman-da. Endi bunaqa ma'noda aytmayapman. Просто sovg'a jo'natsa, albatta videoni mana shunaqa qilib qo'yaman, chunki har bitta sovg'a o'ziga yarasha mehr va muhabbat ila jo'natilgan. Shunaqa qizlarjonlar, hozir chiroyli qilib hamma bular qolib ketyapti. Rasmga olib qo'yamiz. Endi qora yana menimcha bo'lmasa kerak, albatta. Mana shunaqa qilib fonga qo'yamiz. Rahmat Xurniso, juda ham xursand qildingiz. Hammasini ishlatadigan va uy uchun, men uchun, o'g'lim uchun, farzandlarim uchun hammasini jo'natganingizdan xursandman. Yana bir bora rahmat kattakon.